Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Ijtimoiy tarmoqqa kirsangiz, narxlar qulab ketdi, sinib ketdi, tushib ketdi dedi. Shu bois Sergeli mashina bozoriga tushdim. Hozir ko'plab bir narxlarni ko'rib o'tamiz. Qarang do'stlar, 2.500 dollar notarius ichida tekis. Ichida tekin ekan do'stlar. Yangi Cobalt avtomashinasi do'stlar. Hozir bir qator Cobalt narxlarini ko'rsatib o'taman. Keyin do'stlar qaranglar, avtoelon ilovasida bor, shunaqa narsani funksiyani qo'shibdi. Qaranglar, avtoelon garantiyasini hozir mashina qilib berayotgan ekan. App Store'ga Google Play'ga kiramiz. Avtoelonni do'stlar skachatib qolamiz. Mana. Avtoelon uz. Skachatib qolganimizdan keyin do'stlar mana Open'ni ochamiz va Open'ni ochganimizdan keyin do'stlar qaranglar, bunda rasmiy diler bor ekanda. Avtoelonning rasmiy dilleriga kirib, xohlagan turdagi avtomashinani tanlashlari mumkin. Keyin shahar do'stlar, butun 12 ta viloyatga do'stlar avtoelon hozir xizmatida ekan. Uyda o'tirib, narx-navoni bilib, xarakteristikani bilsalar ham bo'ladi do'stlar. Avtoelonga do'stlar, deylik mana do'stlar, Lep Motorslarmi, BYD deysizlarmi, Kia bor, hammasidan bor. Misol uchun deylik, Kiaga shunday kirasizlar, xohlasangiz Cobalt yozishingiz mumkin. Kia'da do'stlar xarakteristikasi va do'stlar avtosalonlar, xohlang Toshkent, xohlang Buxoro, Samarqand, Jizzax, har xil avtosalondan endi do'stlar xarid qilsalar ham bo'ladi. Uning uchun nima qilasizlar do'stlar? Menga qo'ng'iroq qilingga kirasizlar, telefon nomeringizni qoldirasiz va yuborsangiz do'stlar o'zlari sizga aloqaga chiqib, oyiga necha puldan tushishi va necha pul bilan avtomashina chiqishi barchasi ma'lumotlar beriladi do'stlar 12 ta viloyatga. Buning uchun pastda do'stlar silka bor, o'sha silka orqali avtoelonga o'tib qo'ysalar do'stlar, to'liq ma'lumotlarni olasizlar. Bo'lmasa biz obzorimizni boshladik. Bugungi sanamiz 28-dekabr. Xudo xolasa 2026-yil barchamizga ota-onasini umraga jo'natish, hajga jo'natish nasib etsin. Eng kamida do'stlar Cobaltni zo'ridan minish nasib etsin. Do'stlar, o'z Cobaltdan zo'ri yo'q. Zo'ri Cobalt. To'g'rimi aka? To'g'ri. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Cobalt zo'ri. Shu bois tanlovda adashmaymiz. Qani Sergeli mashina bozorida Cobalt narxini tanishib chiqamiz. Mana do'stlar, avtomat 2024, 4-pozitsiyasi, 34 000 km yurgan. Kraskasi 100% toza. Nech pul ekan shep? Bo'lishi. 11 mingga berasizmi? Bo'lmaydimi? 2026 bu yog'i. 11200. 300 mi oxiri? 11200 ga lekin beraman, 100% berasiz aka. Ya aka 200 ga ham berasiz. 300 dedingiz, 200 ga ham berasiz aka. Nima bilan qo'yib qo'yamiz, gaplashib ko'ringlar, mayli. 11300 deb turibdi akamiz. 9801 2020 telefon qilaverasizlar. Xo'p, bu yoqda har xillardan bor ekan. Kimdan aka, sizdanmi? Kelishamizmi? Narxlar chiroyli. Yo'q, kameralar bor ekan aka. Achkida bor. Yo'q, mana Instagramda. Ana, sizmi? Instagramda. Nima ko'zingiz ko'rasiz? Ha, sotib olamiz. Sizmi? Adminsiz? Admin. Gap yo'q. Qanday ishlar yaxshimi aka? Bo'ladi, yaxshi. Narx-navo qanday ekan? Narx-navo tushyapti. Siz ham o'zingiz mashina bilan shug'ullanasiz? Ham mashina bilan shug'ullanamiz, ham blog o'zamiz. Haqiqatan tushib turibdimi narxlar? Narxlar lekin qaytyapti. Bo'ldi, gap yo'q. Qarang, avtomat 2024, 4-pozitsiyasi 29 000 km yurgan ekan. Benzinda yurar ekan, adashmasam. Mana rangi qora. Bu staylda, to'g'rimi? Narxi necha pul aka bo'ladi? Xo'p, buni 11,5 ming qilib beramiz. 11200 ga berasiz-da, to'g'rimi? 11800 bo'lishi deyotgandik, narxlar tushgan hisobiga. 11200 qilib beramiz. Men bir qismi yo'qmi? Gaplashsak bo'lmaydimi? Ustida. Mayli do'stlar, ko'ringlar. 400 qilib beramiz. 400, 300 ga ham berasiz mana 5 ton yangi yil. Mana beradi do'stlar, beradi. Telefon ko'ringlar. 300 ga ham beradi. Yo'q, 400 dan past beramiz. O 800 yillik mashina edi, narxni tushayotgan. Bo'ldi. Xudo xolasa ishi yo'qmi? Ayb, garantiya, parantiyasi bilan. Malibu ruli bor, Malibu barra bor. Mashina yaxshi. Holati zo'r, 24 yil. Nomerlari 98lik. Yo'q, 010 20 20. 11,5 ming. Ko'rishingiz mumkin. Bar Cobalt zo'r, baribir. Cobalt zo'r. Cobaltdan qolmasin, bori. Cobalt zo'r. Cobaltdan qolmasin do'stlar. Mayli. Ishlarga omad. Hop, omad. Charchang, bu yoqda qaranglar. Chokko rangidan bor ekan. 9700 yozib qo'yilgan do'stlar. 2018. Tushib ketdi, 9700 yozilgan. Qarang, skidga berib yuboramiz. Nech pul? Yangi yilga 9200 ga berib yuboramiz. 9000 ekanda xullas, Hozir siz anaqa blok qo'yganingizda, video qo'yganingizga skidga qilib beraman, 9200 qilib beraman. 9200. Bo'ldi. 4-pozitsiya 128 ming yurgan, 100% toza. Javob kraskalariga. Kraskasi toza. Benzinda yuradi. Chokko rangidan do'stlar. Ko'ringlar. Boya raqamga aloqaga chiqaverasizlar. Bo'ldimi? Shep, gaplashamiz, ishga omad, charchamang. Xo'p, mana do'stlar, hozir yangilarni ko'rsatib o'taman. Bu yoqda 20lar bor ekan, mexanika 64 ming yurgan. Nech pul so'rayotgan ekan aka? 20lar. Assalomu alaykum. Nech pul so'rayapsiz aka? 10 ming qilib beraman, 10 ming 200 kam bor yana.
9800. 12 so'rayotdi, 10 ming qilib beraman. Pul hechga bermaysizmi? Mayli, 800 ga. Gaplashamiz. 800 ga gaplashamiz, to'g'rimi? 64 ming yurgan 2020 kraska. Krasnoy kapotda chizilgan esa for. Kapotni, ha, ichiga o'tmagan, benzin yuradi. Benzinda. Bo'ldi, nomerni qo'yib qo'yaman. 99 lik 180 90 99 raqamga aloqaga chiqaversa. Chiqaman aka, charchamang. Xo'p, bu yoqda 24-21 ming kilometr yurganlar nech pul ekan? Top toza ekan, metan 4-paketli gaz bilan. Shep, uni Salom, yaxshimisiz? 12 ming. Nech pul bo'lishi endi? Bunaqa ko'p emas ekan, 11800 bo'lagan. Pul yeshish maqsadi yo'qmi aka? Yo'q, yo'q. Xos, Oxiri 11800. 11800. Bo'ldi, gap yo'q, charchamang. Bez probeklar kimdan ekan? Ha, o'sha yerga. Bez probeklar ko'ramizmi? Mana bez probeklar. Kim egasi? Style. Shep, bez probek sizdanmi? Displayga narxi. 12500 bormi? Xo'p, bu yoqda. Buchi, sizdanmi? Assalomu alaykum. 19 yaxshi. 19 probegi, 91 ming euro. kraska, Top toza. narxi 9,5 ming. 9,5 ming gazlari bilan. Gazlari bilan. Necha pul berasiz? 9200 berasizmi oxiri? 300 Ha. bo'lsa beraman. Ha, 300 dedingiz, 200 ga berar ekansiz bo'lmasa. 300 bo'lsa beraman. Bermadim 200. Bermaysizmi 200 ga? 100 so'mga talashdi. Barakasi 100 da, to'g'rimi? Gaplashib ko'ring. Aka, ayblari yo'qmi? Garantiya 10 kun bo'lsa ham berasizmi? Garantiya. Men zaklatni ham beraman, sutga ham berib olaman. Olgan ustasi tekshirib. Bo'ldi. 95lik 052 35 52 raqamga aloqaga chiqishlari mumkin. Keyingilari. Buchi. 23. Bu 23 probegi Rabiga 29 ming yurgan top toza mashina. top toza, avtomat, ha? Nech pul buning narxi? 11300. 11300. Bo'ladigan joyi. 11300. 300 o'tib bermaysa? Bir xilla 300 zazormay aytadi, keyin kelganda 300 o'tib beradi. Yo siz oxirgi narx. Naborot aytyapman. Oxirgi. Yarim deb 300 qilib beryapman. Ha, bo'ldi. 11,5 so'rab o'tiribman. Aha. Benzin yuradi. Benzin, do'stlar. Xullas akamizni qalblariga qo'l solsa ham balkim 2026-yili boyaga aytgan narxda berib yuborish mumkin ekan. To'g'rimi? Baribir Gaplashishiga bor. 1-2 kundan keyin aka biz yana bir yilga qaraymiz. Zato mashina achib qolmaydi, satsiz qolmaydi turaveradi. Bo'ldi aka. Bu yoqda mexanikami bu? Kimdan bu? Avtomat, lekin diskasi oddiy diska. Ha, oddiy diskada. Qanday buni yil probeklari? Hop, 155 ming yurgan toza bu mashina ham. Mhm. Puli 9300. 9300 narxi. Avtomatlar. Aka tortishmaymiz siz bilan? Narx bo'yicha tortishaymi bir. Realni ol tortishamiz. Aka, realni oluvchilar bor sizda. Ya siz patishlardi. Bo'ldi. Mana shu aka bizni ko'rib turibdi. Xursizamiz, mana shu mashin real narxini chiqaradigan bo'lsa, akalar bilan kelishib, o'ylanmasdan aka. Kelishtirib beraman, mayli. Kelib ko'rsin, yoqsa kelishtirib beraman. Necha pul qilib berasiz aka? 9300 yozib qo'yganman. Mana shu mashinani necha marta ko'rgansiz aka men? Polni ko'raman, ukajonim. Ha, o'shaning aka bizni oladigan klientlar bor yangiga. Siz narxni kelishtiring. 9000 qilib beraman. 9000. Xudo xolisa avtomat, to'g'rimi? Keltirib olsin. Avtomat 2019 155 ming, kaskasi 100% toza. 95lik 052 35 52 raqamiga aloqa chiqarsa. Shikomat, shep charchamang. Xo'p, do'stlar, endi bu yoqda bez probeklar ko'rsatamiz hozir. Assalomu alaykum aka. Narxlar tushib ketdi degan rostmi? Cho'ta pastdan kelishtirib kelyapmiz ada. 2026. Assalomu alaykum. Shep, yaxshimisiz? Sizmisiz? Salomatsiz, yaxshi. Charchamayapsizmi? Kayfiyatlar yil yakunlanmoqda. Va nihoyat pul yechish maqsadida balkim stayllarni, staylmi bu? Midnight. MC. Ha. Midnight. Yo, style. MSM style. Nech pul narxi? 13100 buni. 12500 ga qaysi birlari? 12500 ga anaqasi stayli bor. Style. U ham tugadi hozir bizda. Aha. Endi bitta bor deyapti, sal qimmatroq aytishyapti. Bundan nechta? Yo, bundan bor. Bu ekrani bor ekan, to'g'rimi? Ekrani bor, speedometrlari, orqasida kamerasi bor. Xo'p. Endi narxini aytinglar aka, endi yilda oxiriga. 13 ming qilib beraman. 13 ming? Kelishamiz yana bir ikisini. Yo'q, oxiriga narx. Oxiri O'zi 13 chiqadi o'zi bu. Ha. 13 ming qilib beramiz mayli. 13 ming. Pulni yechib olishga. Bir xil pul yechish maqsadida zararga ham beraveryapti $100. Qanday ko'rdingiz-ku o'zingiz? Nechtasini o'tkazib yubordi? Iloji yo'q. Aha. Xo'p, Mashina nima bo'ldi? Mashina tarilib ishlayapti. tarilib yaxshi bo'lib qoldi, xudoga shukr. Yaxshi bo'lib qoldi. Yaxshi bo'lib qoldi. Nima mashina edi o'zi? Li. Limi? Li.
Bar Cobaltdan zo'r yo'q ekan deydi. Lekin liq qilgan ishni Cobalt qilib bera olmaydi, Cobalt qilgan ishni liq qilib bera Endi olmaydi. temirda nimadir Temir bo'ladi, bor, ha, kamchiligi shu. bo'ladi. Hamma narsa ideal chiqib Bo'ldi. Yes. Telefon nomerini qoldiramiz. Telefon nomerimiz 94lik 708 87 87. O'zga tushadimi yo'q qo'shilmaganmi? qiziqayotganligi Ye- Captiva, mana o'zimizniki. Captiva bosib yubordingizmi? Olib tushdi mana Captiva. Xo'p. 2013-yil ishlab chiqarilgan. Aha. Kuchli motor. Kraskasi 100% toza. Aha. Bemalol tekshirib olishadi. 152 ming yurgani. Aha. Salon qismlarini ham ochib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Benzinda harakatlangan. Aha. Gaz pas qo'yilmagan. Kamkosti yo'q. Monitor narsasi bor. Yaxshi qo'l. Mult, registrator hammasi bor. Ha, narxini kelishing, Nexen ballonlari bor, yumshoq ballonlar do'stlar. Tayyor. Har bitta ballonim adashmasam bo'ladiki, $120 bo'lsa kerak. Shunaqa, ha, $100 oshu. Nech pul berasiz? Narxni chiroyli ayting lekin. 11,5 qilib beraman. 11,5 11,5 emas. qilib bera oling. Captivasi bor lekin $1000 o'tib Yo'q, bu unaqa emas bu. Ha. Rost ekanmi bu? Kraskasi. 10800. Yo'q, unaqa bera olmayman. 11,5 ga oldingi hafta kelib, yalinib turishni ochuvga bermayman. Bermaydi. Biz ham bermoqchimiz endi. O'shanga bo'lsa beraman. O'shaning uchun bizni kuzatib turgan O'yirim bo'lgan kechada uchun akalar, misol uchun qaysidir akamiz misol uchun oldingizga boraman, bilan siz ham xuddi shu gapni aytasiz. Lekin vaqt o'tgandan keyin shu vaqtda shunaqa qilib bermagan ekanman demaslik uchun hozir vaqtida shunday chiroyli narx chiqarishingizda joy kelsa berib yuborish kerak. To'g'ri, endi nasiba. Kelishiring. 10 ming, 11 ming, 500. 300. Berib yuborasiz. Kevrsin. Yazinasi 11 mingga berar ekanlar. 11 ga bera olmayman. Telefon nomerlar 99lik. yo'q, kamkosti yo'q. Ha. Pator deyilmaydi. Ha. Hamma narsa qilib qo'yilgan, cho'tki qilib. Padoylar qilib qo'yilgan. 99lik 861 67 86 raqamga aloqaga chiqasizlar. To'g'ri. Jentramiz bor. Aha, Gentra. Yo'q, aka Gentra. Jentrani sal yoqtirmanglar bular. Narx qimmatda shuning uchun. Ana oldingisida obzor qildingmi? Ha. Ketingizdan sirasi kelib sotilib ketdi. Yana 2019 ekan, 105 ming. 105 ming yurgan. Benzinda harakatlanadi. Bitta mana shu Krilosi kraskasi bor. Aha. Orqa bagaj qopqog'ida kraskasi bor. Aha. Ichiga o'tmagan, bemalol kelib tekshirib olishadi. Holati ideal. Adoy motor umuman ishi yo'q, ketgan ovozi yo'q. Faqat olinadi minnat. Qancha garantiya berasiz? 10 kun bo'lsa garantiya berasizmi olgandan keyin? Men hech qaysi mashinaga garantiya bermayman. Даже men yangi mashinaga ham garantiya bermayman. Ko'pchilik endi 5 kun, 1 hafta garantiya beraman deydi. Men yasab chiqazmaganman buni. To'g'risini aytgan ma'qul, to'g'rimi? Ha, men bekitadigan narsa yo'q. Erta- Qatarskicha ham javob beramiz, bo'ldi. U yog'iga biz javob bermaymiz. Bizlar qoladi boshqa qiladi. Texnika bu. Shunga qarab, ana ko'ringlar. Bu mashina narxini 10 ming davomman sizlardan kelsa agar 9200 ga. 9600 bo'lsa beraman. 9600 bo'lsa beraman. Undan past. Nima? Narxi tushib ketdi. Undan past. Ko'rdingiz-ku, paytida nazatiga ham yurdi, boshqa ham qildi. 300 deb 400 dengmi? 400. Kevrsin gapiramiz. Keyin qarang, do'stlar, qarang, BYD'ni ko'rsatuvdim. Realni reklama bo'lsa reklamada, misol uchun, to'g'ri, o'zimning tirikchiligim bor BYD'dan. Lekin ular uchun shartnoma qilganman. Misol uchun hozir reklama qilib turibman, to'g'rimi BYD qibraydi. Ulardan ham misol uchun o'zimiz oldi berdimiz bor. Lekin o'sha narsani tushuning, ko'pchilik aytadi BYD qibraydi. Aytasan, o'zing soqqayni adini chiqarib beradi, ustiga qo'shib. Yo'q do'stlar. Boshida aka shartnoma qilganman, direktor bilan kirganman. Misol uchun biz klientlarga nima qilib berasiz deganman. Realni aytganman. Misol uchun uyalgan joyim yo'q, buni pastdan yashirmayman. Xurshid Abzor dedi, kelsin dedi, gaplashamiz dedi. Aka biz sponsor topdik. O'sha endi bosh bilan shug'ullanadiganlar aka, ham ularga ham plyus aka. O'sha BYD qibrayda agar chempion olmoqchi bo'lsa, qaysi mashina olmoqchi bo'lsa, kamida $300-400 bonuslar shuni tekinga beriladi aka. Ko'pchilik shuni misol uchun o'zi olganlar biladi, kommentar yozib qo'ying olgan bo'lsangiz. Lekin olmaganlar ishonmaydi ana. Dedi, dedi, laxatron dedi. Lekin boradi haqiqatan agar shu narsani agar qilib bermasa, shaxsan o'zingizga telefon qiling. 99 260 99 raqamiga do'stlar. O'zim aloqada bo'laman do'stlar. BYD qibraga o'taveringlar. Sizlar uchun shunaqangi zo'r bonuslar bor. Hozir yangi yilda do'stlar tembol qo'shimcha bonuslar qo'shilgan do'stlar. O'taverasizlar. Shu aka. BYDni qo'yib turing, men bilan reklama qilaylik. U yoqda ham tirikchiligim bor-da aka. Bu yoq ham bo'lib turibdi. Elektrikchiligim bor, lekin ular bilan kelishtirganmiz aka. Masalan, reklama bo'lsa bo'lsin, endi xullas mana shu ko'rsatgan mashinalarimiz yana bor, endi olib tushilmadi. Men bayram oldi bo'lganiga unaqa ko'p odam tushmaydi bozorga bilasiz. Unaqa odam ko'p. yaxshi aka, nomerni qo'yib qo'ydik. Aloqaga chiqaveramiz. Kevuringlar, variant bo'lsa ham qilib beramiz. Akam sal shu sirroq aytilgan narxdan shu 300 400 zazorni qo'shib aytaverar, keyin kelgandan keyin o'sha narxni qilib beradi.
Kamida bir Kelishtirib beramiz, xafa bo'lib ketmaydi hech kim. bo'ldi, ishondim aka. Har kuni shu o'tamiz. Charchamang. Xo'p, Darshin. 21 ga 22 65 ming yurgan. Metan gazi bilan Cobalt. Nech pul ekan narxi? Chep. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Aka, siz kimgadir o'xshatdim-da. Ko'zga ko'rindingiz. Aka, nech pul ekan narxi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? 10,5 so'rab turibdi. 10,5 so'rab turibdi. 65 ming yurgan. Savdo bo'lyaptimi? Endi nasib bo'lsa. Nasib, ha? Bo'ldi, aka, mayli. Charchamang. Xo'p. Kraskasi tozamidi aka, bormidi kraska? Parogga bor. Parogda kraskasi bor. Xo'p, rahmat. Xo'p, bu yoqda 20 ga 21lar bor ekan do'stlar. 55 ming yurgan. Nech pul ekan? 10,5. Kraskasi 100% o'z ekan, metan gazi bilan. 10,5 ming narxi. Nech pulga beraverasizlar? 400 ga beramiz. 400 ga 100 dollar o'tasizlar. 300 ga ham beramiz bo'lmasa. Teksga beraverar ekansiz, bo'lmasa. Pulechda. 2026 kelyapti-ku bu shu. O'ylab ko'rish kerak. Mayli, nomerlar qo'yib qo'yamiz do'stlar. 93lik 588 44 46. Kraskasiga javobmi? Probega ham? Bo'ldi, yaxshi shunday ko'rishamiz. Charchamang. Xo'p, bu yoqda. Cobalt 22 106 ming yurganlar. Qani egalari? Xo'p, yo'q. Bu yoqda Best probeg do'stlar. Midnight. Ekrani bormi, yo'qmi? Ekrani yo'g'idan do'stlar, Midnight. Shep, assalomu alaykum. Akam. Inamarkachi akamdilar? 13 ming bo'lishchi. 13 ming ekan bo'lishi. Xo'p. Bu yoqda 21 74 gan. Narxi 10,5 ming. Kraska? Toza. Petan yo'q, ha? Benzin yuradi. Rahmat. Bu yoqda bu Dartmonmi bu? Narxi 10,700 ekan. Metani bor 2023 4-pozitsiyasi do'stlar. 25,800 yurgan. Kraska? Kapotda o'zida. Kelisha olamiz, kelishamaymiz?mi? Chep. Kelsak, barakani olaylik. 10,5 ga beramiz. Ya, 200. Ha? Yo'qmi? 10,5. 10,5 oxiri? Xo'p, mayli, charchamang. Xo'p. Assalomu alaykum, brat. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siz yumisiz? Nima yangiliklar? Cobaltlarda. O'sha Cobalt. 13 202 ming yurgan ekan. Arzondan, to'g'rimi? Yo'qdan edi. Ha. Bu narxni hech so'rayotgan bo'lsa 13lar. Bizda yengil aka. Yengil, best probegmi? Qaysilar? Ochsa bo'ladimi? Mana temir olsa bo'ladimi? Yo'q. Stylemi aka? MCM style. MCM dan nech pul olasiz sizlar? 13 ming aka. 13 ming. Beradigan joyingizchi? 13 ming. 900 ga ham baraka emasmi? Oxiri 13 ming. Yes. Charchamang aka. Top. Abdulloh necha minut bo'ldi? 18 minut bo'lgan bo'lsa. Aka, nima bo'ldi? Rasprojja qildingizmi ko'plarni? Nechtasi bor aka? 3 ta bor. Shu sirliq qilmang-da. Endi xalq bar biladi narxni oladi. Ha, biladi. Qani? Qaysini ko'rsatib berasiz? Mana shu qatorda yo'q narxdan qilib bering, qani? Bormi, iloji bormi? Qanaqasidan? 25 danmi? 25, mana ko'raylik mana. 25 nech pul qilib beramiz bo'lishini? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? 12300 mana. Navrotlari bor. Nima navorati bor? Tonirovka, yaxshi monitor qo'yilgan. Bo'ldi. 12300 dedingiz, a? Midnight. 18 ming. Midnight. 18 kraskasi toza. Va qarang, bu o'zi qora bo'ladimi? Ha, zavodniki. Zavodniki. Salonlar. Monitorlar o'rnatib qo'yilgan ekan. 18 ming yurgan ekan. Xitoy ruxsatnoma. Qancha? 12 mingga berasizmi? 12 mingga. Berasiz, shu 26 kelganiga. Balki ko'ramiz. Ha, 26 ga. Nima deb qo'yganman. Endi o'tgan safar aka biznes, Ha, shu. risk ketdi mana 12. Xalq maza qilsin. Ha? Hali bilmadim. Telefon nomeri 90lik 931 88 90. o'zingizdan, benzin yuradi. O'zimni nomimda 1 yil seli 1 yilga genga ham beryapman. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Sizga omad. Sog' bo'ling. Charchamang, yaxshini ko'rishamiz. 14. Nech pul aka 14lar? 228 ming yurgan ekan do'stlar. Metani bor ekan, gaz 4-pokoleniya, lekin kraskasi Kapot krilo, bagajda pitno. ha, nech pul narxi ekan? 8000, 7900 beraveramiz. 500 larga bitmaydimi? Yo'q. 26 aka, 26 5 dan aka 500 larga. Yo'q. Ha? Iloji yo'qmi? Yo'q. Ismingiz nima aka? Bahodir. Bahodir aka. Yo'qmi, iloji yo'qmi?
Mayli aka, ko'raylik qani. Hoji aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamayapsiz, kayfiyat yaxshimi? Nima, bez probeklar bormi? Yo'qmi? Rahmat. Chef, yaxshimisiz? Siz charchamayapsizmi? Mengililar. Uzr gaplaringizni bo'lib qo'ymadingmi? Ha. Bormi, rasprajak qilgan joylaringiz bormi? Mana aka. Qiling bir rasprajak, xalq mazza qilsa, mana Yangi yilga olsin mana. Qorbobodan sovg'alik. Qancha? 12700. 12700 midnight do'stlar. Bez probek. 12700 sirasi shitir sanaydi. Notariusga tayyor. Hadi. Nech tepa nech pul dedi? 13 ming dedimi? 12700 mana aksi. Bo'ldi. 12700 dan midnight. Nechta bor? Bitta mana shu. Bitta qolgan mana shu. Yangi yilga podarka odam. Ha, tez telefon qilinglar do'stlar, 97 lik 720 43 43. Sotilib ketmasin. Bu xudo xohlasa videomiz bugun chiqadi. Bo'ldi. Bo'lsin, okey. Charchamayapsizmi o'zingiz? Yaxshi, rahmat. Charchamang, ishga omad. Xo'p. Ko'rgan do'stlar, shu oxiri bilan oxirlashib qo'yapti. Shu like bosib qolib, esdan chiqqan bo'lsa bitta bosib qo'ying. Xudo xohlasa bizga realniy do'stlar boricha Ko'l bozordan ma'lumotlarni berib o'tamiz. 21-76 ming halol probek aka. Bizda bilasiz. Kraska. Assalomu alaykum. Xayrisiz, yaxshimisiz? Sizmi? Nech pul narxi? 10 ming so'raymiz, kami bor. Qancha kami? Realni ayting mana. Kelishda beramiz, okey bo'lsin. 500 ga iloji yo'q, 9500 ga. 9800 ga beramiz. Yaxshi bo'lsa, Yangi yildan keyin 500 ga berib yuborasiz. 9800 mana. 9800 mi? Kraska? Krilo bilan eshikda bor. Krilo bilan eshigi kraskasi bor. Ye. Yo'q. Ha, Li9 ga motor sal kaprizniroq ekan. Assalomu alaykum. Isuzuga o'xshab ishlab turibdi. Shaq qilib. Ulim bori motor kaprizniroq ekan, benzinni vash tanlab ichar ekan. Euro 6 ekan. Benzin quyish. Oz ketgan. Li. Qarang. U motori kaprizni bo'lganiga faqat euro 6 quyish kerak. 5 quyishingiz ham o'sha shaqillaydi. Shu tomoni bor. Lekin mashina misol haydab yurishlar yaxshi, faqat benzinda muammo bor. Shaq. G'alati ovoz. To'xtoqmidi? Qanaqa? Uni qarang, uni motorni ochdi. Ochgani yo'q. Ana kameralar ichidan ko'rinar ekan. Motorda ayb yo'q. Reduktorda ham ayb yo'q. 4 ta bobinani ochdi, yangisiga qo'ydi. Undan ham ayb bo'lmadi. Injektordan tozaladi, undan ayb bo'lmadi. Bitta xulosasi elektronikasida, misol uchun deylik olib kelgan kamerani, misol uchun mana bu injektor, bobina joylashgan. Mana shuni tagida bilsangiz. Mana bobina. Mana shu tagida joylashgan. O'sha bobinani mana elektr simidan qaysi bir simiga keraklicha quvvat kelmasa, mana shu joy ishlamay qo'yar ekan, o'sha motor gazini Bular shunaqa bitta bobina ishlama shunaqa o'yning shaq. bitta bobinasi. Lekin bobinani tekshirib, bobina hammasi ishlab turibdi. Qaysi elektronika joyidan tok yaxshi kelmagani sababli. Ha, o'sha simiga kelmaganligi sababi motorga ovoz berar ekan. Shu muammo, lekin u muammoni topolmayapti. Bitta shuni taxmin qildi, xudo xohlasa Yangi yildan keyin bir yaxshi usta keladi edi. Ko'rsatamiz ha o'zimniki. Bir vaqt ovoz chiqyapti. bir vaqt ovoz yo'qolib qoladi. Bir vaqt paydo. Bular shuni bo'lmadi. Qiziq bo'lgandan keyin yo'qoldi. Ha. Haydayvergan. Ya, nimaga? Chekbeklar yongan yo'q. Tortyaptimi? Ha, yaxshi. Zadakansa bo'lsamiz. Gibrid ha. Yo yo'li bo'ladi, yo Yo'li, to'g'ri. Lisani endi borcha ko'rsatamiz-da. Endi nima deganingiz aka? Xalq bor aka, biz bor aka. Shakalarimiz. Nechida nima edi? Aktanota. Yana bitta nima internetda o'qidik. Buni pastida nimasi bo'ladi? Katalizatormi? Ha, katalizator. Katalizatorda bir marta chek chiqib qo'ying, katalizator выхлопda qanaqa problema? O'sha katalizatorda ham bir ko'rish kerak. Balkim katalizatordandir. Albatta buni videosini chiqaraman do'stlar, lini. Xudo xohlasa ko'rib boraverasizlar. Akalar, yaxshini ko'rishamiz. Bo'lmasa vaqtimiz ham bo'lib qoldi, oxirlashib qoldi aka. Yaxshini ko'rishamiz. Nihoyatda ehtiyot qilyapsiz. Jakozga yaqinlanasiz. Charchamang aka. Xudo xohlasa ko'rishamiz. Charchamang aka. Xo'p. Do'stlar, rahmat aka. Shu do'stlar, nima deymiz? Bugungi obzorimiz shulardan iborat. Xudo xohlasa sizlar bilan tez orada ko'rishamiz. Barchamizga Xudo xohlasa 2026-yil omadli, barokatli, ota-onasini umriga hajga jo'natar ekan. Omadli insonlardan bo'lish nasib eylesin. Assalomu alaykum. Aka bormi? Rasparajja bormi aka? Rasparajja bo'ladimi bo'lmaydimi? Yo'qmi aka? Endi bayramdan Ko'rishamiz do'stlar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Endi xayrlashuvdim aka endi. Assalomu alaykum. Assalomu Yaxshimisiz? alaykum. Sog'lik, yaxshimi? Xonadonlar tinchmi? Yaxshi, o'zingiz tinchmisiz, charchamayapsizmi? Allohga shukr. El xizmatida charchamay, el yurib.
xizmat Siz endi qilasiz. подписчикmi mashina bozor tirikchilikdan buyadi? Mashina bozorda bizaniki narigi Tirikchilikdanmi? tomonda. Ha, narigi tomon. Ko'p narxlar qanday aka? Narxlar keskin tushmoqda. Aha. Oladigan bozor bo'lib turibdi. Aha. Yaxshi, lekin odam kamroq. Odam kam, ha? Ha, Odamlar bozor sustroq. qarang, odamlar kutyapti. Yangi yildan keyin olamiz biz deb. Yo'q, yangi yildan keyin ham shu ob-havo bo'ladi, har yilgi bo'layotgan narsa. U odamlarga ongiga o'tirib qolgan shu yangi yilda pasayadi, tushadi deydi. Hozir shu bo'ldi. Ha. Yana bitta gapni unutmaslik kerak aka, uzr gapingiz bo'ldim. Zavod do'stlar yanvar, fevral adashma 2 oy 3 oy dam oladi. Dam oladi. Lekin narxlar do'stlar zavod ishlamasa, mashina tortilib qolsa, narxlar ko'tarib ketish ehtimoli bor. Bir yilda bir marta yanvar oyi o'sha remont ishlari bo'ladi. Konver remont qiladi. O'shanga keskin 100 so'm, 200 so'mga ko'tarilishi. Xullas hozir oladigan vaqtida. Ha, puli bor odamga olsa bo'ladigan bozor. Yangi yildan keyin ham endi balkim vaqt ko'rsa, albatta Vaqt ko'rsatadi. bizning kanalimizda do'stlar yiroqlamasdan podpiska tashib qo'ysalar, har hafta kelaman, ma'lumotni berib o'taman aka. Ishingizga omad. Yaxshilikni ko'rishamiz. Charchamang aka. Yaxshi ko'ramiz. Rahmat aka. Do'stlar, hammaga omad. Sog' salomatlik, ko'rishamiz xudo xolasa.